Hop bo'ldi. Uni nargisiga ham qo'yasiz. Buningga ham qo'yasiz. Assalomu alaykum Tojikiston Bapesh. Yana bir Samarqand Shohona Poson darvozamiz, Gigant Poson darvozamiz. Tojikiston Konibodomga o'rnadi. Bu darvozamizga otishga gap-so'z gapirishga hojat yo'q. Akamizni o'zlaridan so'raymiz. Aka, darvoza qalay? Avvalambor assalomu alaykum. Mana ustalarga, mehmonlarga rahmat. Darvozamiz keldi. 25 kun oldin zakaz qilgandik. O'zidan muddatidan oldin kelib mana qo'yib berdilar. Mingdan ming rozimiz. Aka, biz ham dard ko'rmasin. Aka, biz ham qilgan mehnatimizdan rozimiz. Bergan pulingizga rozi bo'ling. Darvozamizga ishlatilgan materiallar birinchi o'rinda razmeri 5 ga, bo'yi 4 bo'ldi, adnalichkalari bilan. Ponni girtlash shiveller 2 qavatli variantda bo'lgan. Orqasi 1.8, oldidagi bezak uchun shirshaviy lis bo'ldi. Ruchnoy rabota elementlar hammasi 10lik prutdan bo'lgan. Adnalichkasi ham shu 2 qavat bo'lgan. Orqasi 1.8, bu ham bezak uchun o'sha shirshaviy birinchi qarilikda chiroyli qilib bezak uchun chiqarib berdik. Xudo xolasa, kimga kerak bo'lsa, Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston ponni dastavkalar mutlaqo bepul. Qanaqa darvozam bo'lishidan qat'iy nazar chiroyli qilib yetkazib olib borib ustanovkalargacha qilib beramiz. Aka, rozi bo'ling a, brat. Shular rozi bo'linglar. Kimga kerak bo'lsa, telefon qilaverasizlar.